soat 7 bo'lmasa eshik tagida bo'ling. Tayyor yemaganimga ancha bo'ldi desam, tushunib eshitmayapti. Nima desam? Oyijon keladilar deyman. Onammi? Yoki kechasi 12 gacha daydib yurishingizni aytaymi? Xullas, bir hafta qulog'ingizni qimirlatmasdan rejimda bo'lasiz. Bo'ldi. O'tgan hafta oyligimni to'liq bozorda ishlatib yurganingizni balkim aytamiz. Dadasi. Soat 7da kelsangiz yaxshi bo'lardi demoqchi edim. Shunaqa demoqchi edingizmi? Yoki 1 million so'm shunchaki so'roqsiz singizga berib yuborganingizni aytamiz balkim. Dadasi. Men 7da agar kela olmasangiz, ulgurmasangiz, oyijonga biror bahona to'qib turaman demoqchi edim. Shunaqa demoqchi edingizmi?